Qiz bola uchun ideal inson adasi bo'ladigan bo'lsa, o'g'il bolaga onasi bo'ladigan bo'lsa, lekin aynan andaza ko'rinishida qiz bola onasidan oladi, o'g'il bola adasidan oladi. Ya'ni oyisini ko'rib qizini ol degan gap aynan shundan kelib chiqqan. Siz ayol sifatida qanaqa obrazda bo'ladigan bo'lsangiz, qizlaringiz xuddi shunaqa tarbiya topadi. Ertaga oilaviy muhitda aynan shunaqa sizni xulqingizda yashaydigan bo'lsa, yaxshi hayot kechira oladimi yoki kechira olmaydimi, o'sha narsani siz o'ylab ko'rishingiz kerak va o'zingizda o'sha jarayonlarni kontrol qiladigan bo'lsangiz, atrof muhit bilan munosabatga kirishishingizni to'g'rilaydigan bo'lsangiz, avtomatik tarzda bolalaringizda aynan shu tarbiyaviy jarayonda siz tarbiya berishingizda hojati yo'q. Естественный holatda yashagani uchun boshqalarni o'rnak sifatida ota-onani qabul qilmaydi boshqa birovni. Demak, bolangizni hayotini, kelajagini ta'minlab qo'ygan bo'lasiz. Yaxshi bor